Ko'rsataman. Yillik bo'yicha bizning kreditlarimiz eng birinchisi kommersiya kreditimiz bor. Zavod bilan chiqadi. Zavod summasiga qarab beraveramiz. 30% boshlanadi prosent stavkasi. Har 200 millionga bir odam жұмыс bilan ta'minlasangiz 26% tushirib beramiz. Odan boshqa biznes startup deganimiz bor. 300 millionga chekkan bo'ladigan bo'lsa, 2 odam жұмыс bilan ta'minlasangiz 23% beramiz. 3 yilga. Maqsadsiz qaysi shuni hisob beramiz, qaysi kassada naqd ketsa bo'ladi. Eng yaxshi kreditlarimiz yetim so'rab o'tirmaydi. Asosan bu yoqlarda parchelovoy yurmaydi. Ikkinchi yengilletilgan kreditlarimiz bor. 7 yilga beriladi. 18-19% 22% aralığında. Prosentli azaltı. 7 yılga beriladi. Ayına to'lami başta 1 milyon 900'dan geladi. 3 yıldan başlap 7 milyon 4 milyon to'lami chiqib qoladi. 7 yılga beriladi. O bilan asfalt ustini sotib olib var. Eng üstü bir magazinlar sonunda açık olan biznes platform olsa işini основной средства deyiladi. Холодильник, кондиционер, мороженое салатын, холодильник solardan alsanız болады. 7 yılga beriladi. Deydi, prosent azaltı.